Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Navbatdagi video darsimizda biz siz bilan ko'pgina savollarga, tushunmovchiliklarga olib keluvchi ternar operator haqida gaplashamiz. Ternar operator nima bu? Ternar so'zini o'zi ma'nosi uchlik degan ma'noni bildiradi. Ya'ni unar birlik, binar ikkilik, ternar uchlik. Bu uchlik degandan kelib chiqadiki, demak qandaydir uchta qiymat haqida gap ketyapti. Bu mavzumizni biz if else dan keyin tushuntirayotganimiz bejiz emas. Ternar operator bu aynan o'sha if else ni qisqacha ko'rinishi desak ham bo'ladi. Keling bir misol bilan mavzumizni tushuntiramiz. Const abs teng number, ya'ni abs bu absolut qiymat, ya'ni sonning moduli edi. Agar, ya'ni biz shunday funksiya yaratmoqchimizki, sonning modulini chiqarib bersin. Sonning moduli qanday hisoblanadi? Agar musbat son bo'lsa, o'zini chiqarib berish kerak. Agar manfiy son bo'lsa, uni -1 ga ko'paytirib chiqarib berish kerak. Xo'sh, number katta yoki teng 0 bo'lsa, qaytarish kerak shu numberni o'zini. Xo'p, aks holda qaytarish kerak minus numberni. Ya'ni numberni -1 ga ko'paytirish deyishimiz ham mumkin. Mana shunday minus number qo'ysak ham bo'ladi. Albatta nuqta virgulni qo'ysak yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi ishlatib ko'raylik shu dasturimizni hozircha. Bu avvalgi o'rganganlarimizdan foydalanib ishlayapmiz. abs 3 ishlatib ko'ramiz. 3 sonni o'zi qaytdi. -3 qo'yib ishlatib ko'rsak ham 3 qaytdi. Endi bu avvalgi darslarimizda o'rganganimiz bu funksiya bo'lganligi sababli bu yerda mana bu else shart emas. Chunki funksiyadan bitta return bilan qaytib chiqib ketish mumkin. Keling, buni ham bir ko'rsatib ketay. Mana shunday holatda qoldirishimiz ham mumkin. Ya'ni agar number 0 dan katta bo'lsa, mana bu return bilan number qaytariladi va funksiyadan chiqib ketiladi. Aks holda bu bajarilmaydi-yu, keyingi returnga yetib keladi. Endi bu yerda hozir biz bu else dan foydalanishimizning sababi if else ni qanday tuzilmasini ko'rsatish edi. Endi keling aynan shu vazifani ternar operator yordamida bajarib ko'ramiz. Ternar operator yordamida bajariladigan bo'lsa, return, ya'ni to'g'ridan to'g'ri qaytarishni buyurishni boshladik. Number katta yoki teng 0. Ana undan keyin so'roq qo'yamiz. Number, undan keyin 2 nuqta qo'yamiz, minus number. Mana ana shu yozgan ifodamiz, mana shu yozganimiz qavsga olib ko'rsataylik mana. Qavsning ichidagi ifoda bundan avval yozgan if else bilan teng kuchli. Ternar deyilishiga sabab bu yerda 3 ta operand mavjud. Operator va operandlar haqida gaplashgan edik. Ternar operator 3 ta operandga ega. Birinchisi number ning nima ekanligini solishtirish, ya'ni mana shu yerdagi mantiqiy amal. Agar bu yerda yozgan mantiqiy amalimiz true bo'lsa, ya'ni rost qiymat qabul qilsa, so'roqdan keyingi birinchi amal qaytariladi. Aks holda 2 nuqtadan keyingi amal qaytariladi. Demak, bu yerda hozir 5 bo'lsa, 5 0 dan katta. Bu rost, shuning uchun number qaytadi. Agar -5 bo'lsa, -5 0 dan katta degan mantiqiy ifodamiz yolg'on. Shuning uchun so'roqdan keyingi emas, 2 nuqtadan keyingi jarayon qaytariladi. Buni siz Excel dasturida
agar Microsoft Office'dagi Excel dasturida Yesli degan operatordan foydalangan bo'lsangiz, aynan xuddi shunday tarzda dastlab shart beriladi, undan keyin shart rost bo'lsa nima qilish kerakligi beriladi va undan keyin shart yolg'on bo'lsa nima qilish kerakligi beriladi. Xo'p, keling funksiyamizni ternar operator bilan almashtirganimizdan keyin yana ishlatib ko'ramiz. Mana 3 bergan edik. 3 hosil bo'ldi. Minus 23 bersak, mana 23 soni hosil bo'ldi. Demak, ternar operatorni yana bir karra e'tibor bilan qarang, ko'rib oling. Endi buni yaxshiroq siz bilan o'zlashtirishimiz uchun keling bir topshiriq berib ishlab ko'ramiz. Xo'sh, kiritilgan yoshdagi kishining katta yoki yosh ekanligini aniqlab chiqaruvchi funksiya yarating. Ya'ni topshiriq shundan iboratki, age degan o'zgaruvchiga biror bir yoshni beramiz va shu yoshning 18 yoki undan katta bo'lsa katta kishi, aks holda voyaga yetmagan deb natijani chiqaruvchi bir funksiya yaratish kerak. Videomizni pauzaga qo'yib, o'zingiz ushbu topshiriqni bajarishga urinib ko'ring. Undan keyin men sizga natijani, dasturni tuzib ko'rsataman. Mana e'tibor qiladigan bo'lsak, sizga berilgan topshiriqni funksiya ko'rinishida emas, oddiy dastur ko'rinishida tuzdim. Siz agar xohlasangiz buni funksiyaga aylantirib, funksiyaga o'rab olishingiz mumkin. Xo'p, let age teng 18, let result, ana endi result teng deganimizdan keyin biz buni to'g'ridan to'g'ri ternar operatori yordamida berishni boshladik. Bu yerda mana bu shartni qavsning ichiga olib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Biz uchun ko'nikkanimizga o'xshashroq bo'ladi. Keling, shunday qilib qo'yamiz. Chunki shartlarni if uchun qavsning ichiga olish kerak edi-ku. Lekin buni hozir qavsning ichiga olmasak ham ishlaydi. Keyinchalik o'chirib ishlatib ko'ramiz. Xo'p, result teng, ya'ni result o'zgaruvchimiz teng bo'lsin deyapmiz va bu yerga to'g'ridan to'g'ri ternar operatorini qo'ydik. Agar age 18 dan katta bo'lsa, katta kishiga teng bo'ladi result. Aks holda voyaga yetmaganga teng bo'ladi result. Va bu yerda shunchaki resultning natijasini chiqardik. Endi mana hozir 18 turibdi, ishlatib ko'raylik. Mana katta kishi degan natija hosil bo'ldi. Endi 12 qo'yib ishlatib ko'raylik. Mana voyaga yetmagan natijasi hosil bo'ldi. Hozir yuqorida aytganimdek, mana bu qavsni olib ishlatsak ham bu xato bo'lmaydi. Mana keling 22 qilib ishlatib ko'ramiz. Mana katta kishi natija hosil bo'ldi. Lekin shunchaki shartlarni biz qavsning ichiga olib yozsak, tushunarliroq, odatiy holatda yozgan bo'lamiz. Shuning bilan ternar operatorlarga bag'ishlangan mavzumiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.